30 yoshdaman. Ko'rib turganingizdek yuzim yaltillaydi, bez makiyaj hamda ajinlarsiz. Hattoki qabulimga kelgan qiz ayollarimiz ham umuman turmushga chiqqan ayolga o'xshamaysiz, ikkita katta bolalaringiz ham bormi deb hayron qolishadi. Yosh ko'rinishimning siri doimiy uxotlar, kosmetologik proseduralarni vaqtida bajarish hamda 1 yilda 1 marta botoks muolajasini olishimdan. Hozirgi kunda botoks haqida juda ham ko'p yolg'onlar chiqib ketgan. Hattoki botoks olsangiz keyingi safargizga yuzingiz osilib ketadi, ajinlaringiz 2 barobar ko'payib ketadi deb bilmagan mutaxassislar gapirib chiqishyapti. O'zimdan misol uchun ko'rishingiz mumkin, o'tgan yilgi holatim, botoks olishdan oldingi skladkalar va hozirgi holatim ko'rishingiz mumkin. Peshonamda hech qanaqa 2 barobar osilishlar yoki ajinlar yo'q. Botoks muolajasini o'zini aniq miqdorini va aniq tochkalarini bilib qilinsa, shunaqa ajoyib natijaga erishasiz va hech qachon oldingiga nisbatan yuzingiz osilib yoki ajinlaringiz ko'payib ketmaydi. Bu muolajani albatta o'z professionaliga qildiring.